3 kubalik yem mishalkamiz. Sinov jarayoni. Usta pichog'i bor. Mana yemni ko'rinishi. Bu yerda somon, silos, kunjara ichida sho'rxasi ham bor. Yem mishalkamiz 3 kubalik. Yancha gazinetal 3 kuba, 2 sinaylik. Motor zashtalari bor. Chetdan yonib o'chadi. Reduktor motorlar zashta qilingan. Xavfsiz. Kepek ham qo'shiq ochyapti mana. Bu krandan suv ulab qo'yiladi. Tepada teshiklari bor. Suv sepib turadi. Namligi kam bo'lsa, shundan ham suv sepsa bo'ladi ichiga. Eshiklar yopiladi mana. Ba'da ham bor, bekik holatda. Yem solayotganda ochib solinadi bu.